Hoji aka kelyapti, hoji aka. Ha, hoji akamiz kelyapti. Hoji akamiz kelyapti. Like'larni bosib turamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Mana hoji akamiz kelyapti. Bir duosini olamiz Quyon firmamizga. Alloh akbar. Voy, voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tarjamayapsizmi? Hozirmi? Tuzimisiz? Jonli efirmi? Ha, voy, Alloh akbar. Mana hoji akamiz keldilar. Ofaring zo'r ha. Alloh fayz bersin, baraka bersin. Amin. Bu halol mehnat. Amin. Bu Rasululloh cho'pon bo'lganlarda, Aha. qo'y boqqanlarda hayvonlarga mehr muhabbati bor odamni insonga mehr muhabbati bo'ladi. Shafqatli bo'lgan odamni insonga shafqati bo'ladi deydi Allohim. Shu shafqatni hammamizga qalbimizga solsin. Allohu akbar. Hoji aka, quyon go'shti halolmi, halol emasmi deyapti ko'pchilik. Halol, halol, halol. Quyon go'shti halol. Harom bo'lsa boqmaymiz-ku, to'g'rimi? Quyon halol. Mana hoji akamiz. Alloh muboh qilgan hamma yeydigan narsalarni insoniyatga Alloh muboh qilgan, ya'ni so'yib yeyishlik halol. Tamom. Rahmat. Halol nima harom? Daranda, ya'ni osmonda go'shtxo'r uchuvchilar, yerda go'shtxo'r ritqishlar harom. Hammasi halol. Rahmat. Insonlarga halol bergan. Sog'lik. Mana zo'r-a? Yaxshimi? Go'zal, go'zal. Nima qilyapsizmi? Ha, efir qilyaptirdim. Ha, yaxshi, zo'r. Nodirxon yaxshi bola. Mana go'zal. Rahmat aka. Ibodatda mana quyon. Demakki, mana shu mingcha narsaga muhabbat qilib, u nima deydi, ardolab, katta qilib o'stirishlar bu hammaga emasda, sabr toqat. Albatta. Shu mashlar ko'rib, mer oshadi qanday? Siz ham quyon boqqansiz? Bolam boqqan, o'g'lim boqqan. O'g'lim boqqan. Yaxshi, zo'r.